Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni aslab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 28-iyul yana butun dunyodagi musulmonlar Ro'zayit bayramini kutib olgan kuni Yakan oyisida soqchilar bilan Uyg'ur jamoati orasida qonliq to'qinish yuz berib, yuzlagan kishining o'lganligi ma'lum bo'ldi. Xinhua agentligi shu kuni voqea haqida qisqa xabar berib, to'qinishda 13 kishining o'lganligini ilgari surgan. Ammo voqeaning tafsiloti haqida ma'lumot bermagan. Muxbirimizning shu kuni Yakan oyisiga telefon qilib egallashicha, to'qinish Yakan oyisining Elishqo bozorida yuz bergan. Mazkur bozorning 14 va 15 kantlaridan palti pichoqlar bilan qurollangan kishilar Elishqo bozorlik hukumat va soqchixonaga hujum qilgan. Xitoy qurolli soqchilari va harbiy qismlar naq maydonga yetib kelib, isyonni boshlagan. Naq maydondan ilingan uçurlarga qaraganda vaqada az deganda 120 kishi o'lgan. Yakan oyisida jiddiy holat e'lon qilingan. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Rabiya Qadir xonim Ro'za Hayit munosabati bilan butun dunyodagi Uyg'urlarga hayitlik salom yo'lladi va murojaat e'lon qildi. Rabiya Qadir xonim Uyg'ur xalqining bu yillik Ro'za Hayitni Xitoy hukumatining diniy va milliy jihat yurgizayotgan mislsiz besimi hamda bu sababdan kelib chiqqan qonliq to'qinishlar ilkida kutib olganligini ilgari surdi. Rabiya Qadir xonim o'z murojaatida hurlik va e'tiqod yo'lida shahid bo'lgan qarindoshlarni shunday Xitoy turmalarida azob chekayotgan mahbuslarning oil tavobatlarini unutib qolmaslikka chaqirdi. Rabiya Qadir xonim yana muhojiratdagi Uyg'urlarga xitob qilib, hijrat yo'lida qiyinchilik tortayotgan qarindoshlarga ega chiqishga va o'zaro ittifoqlikni kuchaytirishga chaqiriq qildi. 30-iyul, ya'ni chorshanba kuni Xitoy mamlakatligi va Uyg'ur avtonom rayonlik islom jamiyatining muavin raisi Qashqa E'tiqod jamoasining imomi Juma Toyir pichoqlab o'ldirilgan. Ma'lum bo'lishicha, voqeada E'tiqod jamoasining oldida yuz bergan. Salohiyati noma'lum 3 kishi Juma Toyirni pichoqlab o'ldirgandan keyin qochib ketgan. Xitoy hukumat tarafdorlarining xabarlariga qaraganda, soqchilarning shu kuni tushda gumondorlardan 2 kishini o'tib o'ldirib, birini tirik tutganligi ma'lum. Ma'lumki, Juma Toyir Uyg'ur hozirgi zamon tarixida Xitoy hokimiyati uchun vaziyatgan va shu sababdan intiqom ilishga uchirgan E'tiqod jamoasining imomlaridan 3-kishi. Muhojiratdagi Uyg'urlar bilim odamlari va diniy sohadagi ziyolilar uning o'limiga inkos qaytirib, Juma Toyirning o'z qilmishining jazosini tortganligini ta'kidladi. Ürümçi şəhərlik təftiş məhkəməsi çarşamba günü tutqundakı İlham Toxta haqqında çıxarğan ayıbnaməsini Ürümçi şəhərlik Otur Sot məhkəməsinə sunğanlığı məlum. Məlum bolishicha, Xitoy təftiş dairələri məzkur ayıbnamada İlham Toxtani rəsmi bölgünçilik bilan ayıblagan. Shu kuni Amerika Dövlət İşlər Ministerligi bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini İlham Toxtani dərhal qo'yib berishga chaqirgan. İlham Toxtaning oilasining bildirishicha, taftish doiralari ayibnomada İlham Toxtani davlatni parchalash, zo'ravonlik va milliy o'chmanlikka qudratqullik qilish bilan ayiblagan. İlham Toxti bu yil 15 yanvarda tutqun qilingandan buyon G'arb ellari, xalqarodagi kishilik huquq organlari, Uyg'ur tashkilotlari va Xitoy demokratlari orqa-orqadan murojaat e'lon qilib, Xitoy hukumatidan uni darhol qo'yib berishni talab qilmoqda. Oshkorlanishicha 18-iyul kuni to'liq qurollangan Xitoy soqchilari Yakan oyisining Bashkent yezisida Uyg'ur oilasini o'q tutib, mazkur oiladagi 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 5 kishini qirib tashlagan. Voqea Xitoy soqchilarining mazkur yezida qalaymaqan uy tekshirish va hijoblangan bir Uyg'ur ayolning hijobini zo'rliq kuch bilan ichishga urinish sababidan yuz bergan. Mazkur oiladagi er kishilar soqchilarning yo'lsizligiga pichoqliq hujum bilan javob berganligi uchun mazkur oiladagi cho'ng kichik 5 jon qarqo'yiq o'q tutilgan. Ba'zi manbalar bu fojianing 28-iyuldagi Yakan ilishqo to'qinishiga sabab bo'lganligini ilgari surmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Yakanning Ilishqo bozori tavasida Ro'za Hayit mezgilida yuz bergan bir qator qonliq to'qinishlar butun Qashqar viloyatining vaziyatini jiddiylashtirib o'tgan. Yakan noyisida harbiy holat e'lon qilingan. Yakanga qo'shni noyalardanmi jiddiychilik yuz bergan. Makit va Qog'iliq noyalarida, Xotan viloyatining ba'zi joylarida hamda Aqsu viloyatining To'qsu noyisida xalq bilan soqchilar orasida to'qinish bo'lganligi ilgari surilmoqda.
Radiomuzga kelgan g'ayriy rasmiy uchurlarga qaraganda bugunga qadar Yakan nahisida to'qinishning tinchimag'anligi, ikki yezdagi mingga yaqin xalqning qo'zg'alganligi, shundaqla Xitoy doiralarining Yakanga mashinalashgan diviziyalarni yo'tkab to'qinishni bostirayotganligi ma'lum. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.